Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bu uy sotiladi. 10 yoqda nima ekzamen topshiradigan joy. O'sh to'g'rida. Mana bu uy naveslar qo'yilgan. 10 dom orqadagi Eko shahar Farg'onada. O'choqlar qo'yilgan, mehmon kutgani. Ishlab turibdi. Navesi bor, darvozasi bor. O'choqlar bitgan, zo'r qilib. Mana shunday qozonlari bilan. Mana bu uy 2 etajli uy. Bu sotiladi. Hozir ichini ko'rsatamiz. Mana shu uyning ichi lyustralar ilingan. Pardalari qo'yilgan. Bu koridor. Bu yer bitta xona. Mana shunday. Zal. Bitta sanuzel. Mana shunday qilingan. Dushlari bor. Hammasi chutki. Bu yer bitta xona, spalniy. Lyustra pardalar qilingan, remonti bitgan. Bu yer oshxonasi. Oshxonasi qiziqqanlarga olib qo'yapmiz. O'zi bloger emasmiz. Kanalimda qiladigan ishlarim bor. O'zim svarshiyman. Bu ham bitta xona. Xullas pastda 3 ta xona, sanuzel, kuxnya. Mana shunday bo'lgan. Mana shu ko'rinish. Mana shu koridor. Bu yerdan kirasiz. Kuxnya, xona, bu yog'i sanuzel. Bag'i bitta xona, bag'i bitta xona. Bet zinamiz. Pastga ham, tepaga ham. Pastga podvalga tushadi. Zina ham bitgan. Podvalda mana bu bitta koridorli. Bu bitta katta xona. Podvalda ham radiatorlari bor, issiq. Mana shu uzun katta xona. Bu koridori. Bu yana bitta xona. Bu hozir podvalda ko'ryapsizlar. Mana shu uzun bilyard tennisni stoli qo'yib, zavq dam oladigan joy. Bu o'sha podvalga tushish joyimiz. Hozir endi ikkinchi etajni ko'rsatamiz. Bu hali birinchi etaj, biz ko'rgan joy. Bu yerda ham koridoriga lyustralar qilingan. Pardalari bor. Jihozni olib kelib, tayyor yashaydigan joy. Mana zinamiz. Bu yerda xona, spalniy. Bu ikkinchi etajdagi. Bitta xonamiz. Bu sanuzel. Xuddi pastdagidaqa. Rakinalar, unitazlar qo'yilgan, dushlar qo'yilgan, hamma narsa zo'r. Bag'da bitta xona, zal. Katta bitta xona. Pastdagi xonalar kraska bo'lgan, ikkinchi etajdagilar aboy bo'lgan. Bu ham bitta xona. Mana xonalar yorug', svetlari zo'r, bu yerda dizaynlar ishlagan. Mana shu sotiladi. Bu balkon. Balkonga chiqasiz. Nержавейкаdan chiroyli qilib perillar qo'yilgan. O'ni o'sha qozon o'chog'imiz, naves Lexan. Tayda mazza qilib tasvirini qo'yib olib o'tiradigan. Bak, kottejlar. Farg'onada Eko shahar yonida.
Bu yerdan bitta xona. Bitta xona. Hamma abo'y. Ikkinchi etajda hamma xonalar abo'y. Birinchi etajda hamma xonalar kraska. Mana shu uyimiz sotiladi. Xudo xolasa, nasib qilsa olasiz. Svarka xizmati bo'yicha nomerimiz 90lik 775 46 73. O'zim svarshiyman, mana navest qiyaman tashqaridagina. Mana shu navestni qiyamiz. Kanalimga o'tib ko'rsalang bo'ladi svarka ishlarimni. Bu uyimizni sotadigan odamning nomerini kommentariyaga yozib qo'yaman. Kirib, kommentariyani ko'rib, nomerini olib, telefon qilaverasizlar. Narxini so'ragani. Mana shu uy 2 etajlik zo'r qilingan. O, orqasi Ekoshahar. Bu orqa tomonida kotyolniy bor. Podvalga orqadan ham tushsa bo'ladi. O'ni eshigimiz kotyol. Navbat kotyolniy. Kotel. Ikkita kotyol qo'yilgan. Ikkalasi ham ishlaydi. Hamma narsa zo'r. Mana. Betamiz issiq, muzlab qolmasligi uchun. Uy qurilgan, hali o'rislar aytadi-yu, na совесть. Zo'r qilingan. Uy. Mana navesti ham biz qiyamiz. Svarka ishi bo'yicha ham murojaat qilaverasizlar. Ash navest. Mana shu uy qiziqarli bo'lsa, narxini kelishib kommentariyada qoldiraman nomerini.